rus, koreys tillarini bilaman. Bor. 3 ta tilda mukammal bilasan. Shu yerda Koreyaga GPS sertifikat orqali borib, Oliy harbiy o'quv ta'limiga topshirmoqchiman. Matematika va fizika fanlaridan sertifikatim bor. Hozirda majburiy tarix va ona tili fanlarini tayyorlab qo'yapman. Amal maqsadi bormi? Buni maqsad bor. Yaxshi o'qib, yaxshi oliy voqea qilib, kelajakda yaxshi yurtimizga xizmat qiladigan kasbga erishishimiz kerak. Rahmat. Tumanimizning ijtimoiy-siyosiy hayotda jarayonlarida, shuningdek, yoshlarga va davlat siyosat mas'ulini samarali amalga oshirishdagi islohotlarni, mazmun mohiyatini va ahamiyatini keng jamoatchilikka yetkazishda hamda yoshlar hayotida o'z tengdoshlariga namuna bo'lib kelayotganligi uchun Abdulla Oripova Robiya Bahodir qizi Qo'rg'on tuman hokimi Sherali Qosim Abduqahhor tomonidan tashakkur. Hozir buni Olimpiadadan Ya'ni sertifikatlarni bitta to'xtan sertifikat chiqmaganligi uchun shu holat qoladi. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan To'xtaboyeva Feruza. bu sinfda yaxshi yurtda tashkil qilib